bacham meni tashlab ketma, men nima qilaman sensiz? Ey, nima bola, o'ylabsan lama? O'g'ling armiya ketmoqda. Maqara o'g'lim. Mayli, sog' bo'linglar. O'g'lim o'zing asra. Mayli o'g'lim. Bir dakika uyga borsalam ekan. Ha, dadasi, molar pasport oldingizmi? Xotinjon, mana shu ikkoviga o'g'lim. Bunisiga bermayapti. O'g'lim 18 yoshga to'lmagan ekan. Bir dakika. Berdi yo'q, armiyaga ketdi. Nima? Armiyaga ketdilar. Voy xudojon. Ey, bu tavba qilib nima yig'lab ketdi u qiz? Men bilaman xotin. O'tgan kun ariqqa suv kelgandi. O'g'ling mana shularni g'ulbasiga latta tiqib ketgan. Unda boring-da armiyadan so'rab keling o'g'lingizdan. O'g'limmi? O'g'lim. Dadam ketdilar-ku. O'g'lim, qo'shnimiz Farmonning qizi san so'rab keldi. Armiyaga ketding deb aytganim bilaman, yig'lab ketdi. To'g'risini ayt o'g'lim, nima qilading? Dadam, men Farmonning qiziga nima ishim bor? Men xizmat qilishga kelganman. Boring, endi meni vaqtim bo'ldi. Dadasi, o'g'limiz yaxshi ekanmi? O'g'ling o'tda yuribdi. Kim bor? Bir dakika. Uf, yana nimaga keldi ekan bu? O'g'lim armiyaga ketgan dedim-ku. Bir dakikam yaxshi ekanlarmi? Qachon armiyadan kelarkanlar? To'xtang qizim. Dadasi, o'g'li shu qizni otiga kredit olganmi, nima balo? Shunaga o'xshayaptimi, nima balo xotin? Bir tekshirib ko'rish kerak buni. Borib kelasiz. O'g'lim xalta tashashni o'rganibdimi? O'g'lim. Dada, sizga bir bog'cha emas-ku, har 3 kunga kelsangiz. Mana qara, yana o qizcha keldi uyga. Nima qilading? Otiga kredit olingmi, ha? Dada, o'tiga ishlamaganim yo'q. Ko'chadagi problemalarni o'zlaringiz hal qilinglar. Men ketdim. Hech qanaqa kredit olmagan qizginani nomiga. Qizgina aloqasi yo'q ekanmi? Yo'q, men qara, hozir qizgina yig'lab yana kirib kelsa, san darvozaning orqasiga o'tib, shap ushlab olamiz. Bir dakika. Yanga. Keldi-ku. Kimi? Bir dakika oldilariga bordingizmi? Ana dadasi, tutib oldim, kelinglar. Askar demir bo'lib qaytdi. Nima bo'lyapti bu yerda? O'g'lim, mana o'sha qizchani ushladik. Bir dakika. Keldingizmi? Kelamanda o'lishga ketgan yo'q-ku. O'z birovli xizmatga ketgan bo'lsam. Nima uncha kelaman so'rayapsan? Bir dakika, men uydagilarni boshqa kishiga berishmoqchi, shuni aytgani kelgandim. Ey, yersiraming, o'l, hamma gap shunday ekanda, yuragimni yording. Hozirgi yoshlarga nima bo'lyapti? Bittalak bosib qo'yinglar.